Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli El Rizo Uz kanali obunachilari, bedana ishqibozlar, qush ishqibozlari, sog'misizlar, salomatmisizlar? Barchani xonadonlarga Alloh taolo fayz barakotini yog'dirsin. Xo'p, bugun sizlar uchun chiqaradigan videomiz Namangan viloyati, Namangan shahar Remeka ishqibozlarini bedanalarni qatorida video syomkalarimizni boshladik. Bugungi chislamiz 2025-yil 15-iyun hafta kuniga yakshanba. Har yakshanba bozorimiz bo'lib o'tadi. Bemalol kelaverasizlar. Bu joy lokatsiyasi Telegram Qudrat Uz 1 nuqtani qo'yasizlar. Xo'p, biz Telegram manzilimiz kelib chiqadi. O'sha joyda Telegram kanalimizni gruppasi ham bor. Bemalol qanaqangi qushlaringiz bo'lsa, bemalol o'sha gruppaga obuna bo'lib, faqat oldi sotib qilishingiz mumkin. Bemalol unda ham obunachilarimiz bor. Xudo xolasa sekin-sekin ko'payishyapti. Bu joy lokatsiyasi o'sha joyda chiqadi. Xudo xolasa bemalol kirib ko'rishingiz mumkin. Oldi sotib qilishingiz mumkin. Xo'p, hozir bu yerda sotilganlardan, sotiladiganlardan qo'ldan kelganicha yoritib beramiz. Obuna bo'lish, like bosish esdan chiqmasin. Xudo xolasa. Boshladik biz. Buyerdagilar yangi tutilganlar. Mo'ljalda yangi tutilganlar. Bular narxlarini hozir bitta qafaslari bilan birgalikda bilamiz. Narxlarni ish bilaganmi? So'tishyapti. Hozircha bilamiz buni. Qafaslarni ish bilagan, to'g'ri, xurma. 60 mingdan kami bor aytilyapti. Bular ruchno, tagi DVP panur, yonam DVP ag'i. Bu qanaqa qalamcha bu? Bambukdan, mana bambuk ekan. Bambukdan ekan. Bu tevadan mana o'chib yopiladi, zamir bu. Qushni solasiz, qaytar yana yo'q qo'yasiz. O'lishga, qaytishga bu qulay. Mana sakragandan yopiqlari ham bor. 60 ming so'mdan komplekt. Qanday bitta yopib ko'rsatib bering. 60 ming so'mlikni bitta qilib. Buni tayyor qilib qo'yiladi. Mashq holatda 60 ming so'm kami bor. Oxiri qanchaga berib yuboriladi buni? 60 ming oxiri. Oxiri 60 ming so'm deyilyapti. Bu hammasi ruchno qo'l mehnat bular. Mana ham tikiladi, chevarlardan tikadi, ruchno qo'l mehnatda. Xudo xolasa qadrlab qo'yaverasizlar. O'sana yana xursand bo'lamiz. Nomerlarni qo'yib ketaman akamiz. Nomer necha? 94lik. To'xtab turing. 94lik 306 86 28. Adres qayerda? Namangan viloyati 3 tumanida ekan. Aloqaga chiqaverasizlar. Passiyani shunaqa sizda. Bo'ldi. Telegram gruppamizga o'tsangiz ham Telegram gruppa xudo xolasa mana shunaqa oldi sotib qilaveramiz. Xudo xolasa. Endi keyingilardan tayyorlardan mana yaqinda tutilgan deyishyapti. Hozir mashina ichida hammasida bedanasi bor bilan bilamiz. To'g'ri narx qanchadan bilana? Savdosi bo'lyapti o'z mashinada buni. Bundan ko'ra bag'dagi tayyorlardan bitta ko'raylik bundan ko'ra. Qana endi o'sha sotuvga tayyorlar mana bedana bular yangi ushlanganlar ekan. Mo'ljalda. Puli qanchadan bilani hurmani? 200 ming? 200 ming so'mdan aytilyapti bular. Yangi tutilgan bular? Yangi. Hech kim bo'ldi bularga? 2 oy. Sayroqqa kelib qopti-da o'zi. Sayrayapti ekan o'zi 2 oylik ekan. 200 ming so'mdan keyin bir qovoqlar bilan tayyor. Qovog'i bilan 200 ming so'mdan ekan. 150 mingdan bermayapsiz hozir. Bo'ldi, nomerni ayting. Babash nomeri 93lik 911 88 54. Bu ham sizdan mana bu sayritgan maddandan bu. Adden. Hop, aytilgan nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa mana chigirtka. Qaysi viloyatda nima deyiladi bilmayman. Namanganda qora chigirtka chiriladi, yarim kechasi o'sha narsa. 13 pul oldinglarmi? 25 ming so'm ekan. Bu o'sha bedanalarga, boshqalarga beriladigan narsa. Hop, endi mana endi to'rlarimiz, shu to'rlarimiz bular bedanaga juda yaxshi. Bedana to'r bor, kaptar to'r bor, va qushlarniki bor, baliqlar to'ri bor, hammasidan bor. Bular narxini ichib olib mana bedana bu bedananiki mana yo qushkami? Savaniki. Bedana to'r mana. Ichpil Savanikini ichpil bedana to'rni ichpil. Bu 100 ming, 1 million.
Xo'p, mana 100 ming deyilgan necha metrga necha metr? 20 ga 4. 20 metrga 4 metr. 100 ming so'm. Mana shu 12 ga 15 metr. 12 metrga 15 metr. Bu 1 million so'm. Bu ruchno o'zingiz bo'ylab chiqasiz hammasini. Buni jilkada ruchno qo'l mehnati bu bo'ylab chiqilgan. Kadaga nechiga necha mana? 2 ga 2 mi? 3 qo'l. 3 qo'l. Menda o'qiganda 3 sm ekan. Mana shu 3 sm ga to'qilgan ekan. Mana nimaniki? Kaptarmi bu? Nima bu? Bedanagami? Mayda ekan. Buni chiqib. Beda universal ekanda hammasidan bor ekan. Bo'ldi. Nomeringizni ayting. Yana nomer 97lik 230 55 73. Adres qayerda? Nuroniy ko'cha. Qayerda? Hamzada. Namangan shahar Hamzada ekan, Nuroniy ko'chada ekan. Aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, bularda asosan manaqa ruchnoy ko'proq to'qiylar. Bularda ruchnoy ko'p bo'ladi. Aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, bozoringizni bersa, charchaman. Xo'p. Xo'p, endi keyingilarda ko'ramiz. Mana bedana qafas, mana yulg'un deydi. Bizda ba'zida jilg'in deydi, bilmayman shunaqa. Ruchnoy qo'l mehnat, mana yo'ni qalin qonuri qalini bu asosan qo'l mehnat deydi, asosan hamma narsalar. Mana hammasi bu yerda tayyor. Mana shu opodaga telefon qilayverasiz. Mana shu opodamizni joylari bu yerda. Postoyanniy bo'ladi, o'tganni chiqazganmiz. Nima kerak bo'lsa bu yerda bor postoyanniy. Opoda hormang, charchamay turibsizmi? Rahmat, charchamani. Allohu akbar, o'tganingiz kelsin. Hop. Bularda tayyor shu bedanaga kerakli hammasi, shu qovurilgani ham boshqasidan ham bor. Suv idishlagacha. Aloqaga chiqaverasizlar, mana shu nomerlari 0550 0560 ekan. Hop, bag'i o'sha bedana qo'l. 520. Bo'ldi, hop. 550 lik ham bor ekan mana shuni. Bo'ldi, aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa mana shu qovoqlarimni, storlarimni tayyor edi. Hop. Mana bu joy ustoz Sobitxon aka bor-ku, hozir ko'pigayda doimiy chiqadi ustozim mana. O'sha ustoz joylari, dedalarning joylari, bu yerda otalar turadi asosan, shularning joylari, bu yerda asosan shu qafas yasab chiqaradilar, shunaqa narsalar. Ruchnoy mehnat bo'ladi ham doimiy holatda. Ish bilan kakli qafas, 70 ming so'm. O'ta qulay chiroyli tayyorlangan ekan, ingichka orasi ham mana yo'shqa. Ingichka, kakli qafas bu asosan. 70 ming so'm ekan. 60 ming so'm beriladi. Hop, deydi bedanalarni chiqilgan aka bedanalar. Sizlarmi ham bedana? Sayroqqa qarab. 300 mingdan 400 minggacha qarab ketaylar, asosan sayroqqa qarab bedagilar. Hop. Shu kunimiz ham doimiy obunachiman. Ha, ukam, hurmat. Va alaykum assalom. Sizomsan? Maza yaxshimi? Bel o'g'lan ish bilman TV'dagilar. 15 ming so'mdan bular. Hammasi shunaqami? Yo, har xilmi? O, kichiklar 5 ming, vallah 12 ming. Ha, mana uzunligini hisobiga mana bag'i ko'piga ham uzun-ku bu. 15 ming so'm ekan bu. Mana qarang. 15 ming so'm. Bunisi vallar 12 ming so'mdan, eng chekkadagilar 5 ming so'mdan ekan bag'dagilar. Vallah 5 ming so'mdan. Beda har xili bor mana TV'siga tayyor sim, qovoqqa bedana qovog'i TV'lariga. Mana qanday qo'l mehnat, ruchnoy. Chiroyliligini qarang buni. Kilaylab tayyorlab qo'yishibdi. Bambuk mana kaltagi mana bekilgan asosi bambuk ekan. Bu ham mana qarang mana ruchnoyda mana qo'l mehnat. Hop, bularning nomerlarini qoldirib qo'yaman, aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Nomer nechi nomer? 90 555 0662. Mana nechi pul? Qovoq. Qancha? 150 ming so'm. Eng kamicha? Kami. 150 ming so'm kami, oxirgi narxi. Lekin chiroyli sifat bilan to'qilgan ekan. Teva o'chiladimi mana? Mana IPHda o'chiladi. O'chiladi, zamok bor 150 ming so'm eng oxirgi narxi ekan bu. Lekin chiroyli to'qilgan ekan. Bozorini yana bersa, charchamani. Xo'p, endi kaklik chiqibdi. Kaklikdan ham bitta olib qo'yamiz. Bu yerda 4 ta kaklik bo'ladi, 5 ta ekan. Bitta bilan ham narxlarni bilib qo'yamiz, lekin mana zo'r to'qilibdi, buni kraska qilib. Material nima buniki? Yulg'unmi? Yo, anormi? Yulg'un. Chiroyli qilib tilla rangga bo'yab qo'yish. Bu necha yilli? Nima? Kakli. Kakli erta bahorda jo'ja, Eron kakli. Eron kaklimi? Eron kakli ekan, erta bahorga ekan, yaqinda tutilgan ekan, ma'qul. Ha, bu o'chirilganmi? Damashniymi?
Damashnik ekan bu. Sayrashchi, yo hali sayramadimi? Yo, sayrashda ovoz qilingan. Endi ovozi keldi. Puli nechi pul buni? 200 mingdan beraman. 200 mingdan hammasini. Hammasi 200 ming so'mdan. Narxi. Bu qayerga mana? Bu rangi Beron qali. Mana o'zimiz joylar ekan. bu sal nergindan ko'ra to'qroq ekanda, qoraroq bu. Bular narx hammasi. Ikkalasi ham nar. Nar. 200 ming Joylar ekan. 200 ming so'mdan narx aytilyapti. Bu joydarlar nechi puldan? Bir o'zimiz joydariga yetmaydi. Bu ham o'zini yurtida joydarida asosan. Bular 200 mingdan aka. 200 ming so'mdan oxirgi narxlar ha. Ko'pmi sizda? Bor 5 ta. Xo'p, bundan men ham boqqanman-da. Savolda sizga. Misol ko'pchilikda bo'lgan savol ilon kelmaydimi shunga qo'ysa? Ilon chan kelmaydi. Ana kanerega boqadi qo'lda. Shundan o'lib qo'shadi qafasi ichiga. Elvalar ichiga kelmaydi. Buni itiga kelmaydi. Mana meni gapim mana hozir tasodifiy uchrashgan akamiz tanimayman bularni. Balkim bozorda ko'p xonadonga kelmaydi. Ilon chayon kelmaydi. o'sha xonadonga. Bu ma'lumotlar xudo xolasa to'g'ri. Ko'pchilik menga telefon qilib kakli qanaqa kakli nima qilsam bo'ladi? 200 ming. Mana tayyor sizlarga ma'lumot. Kakli bo'qing 200 ming so'm. Qafasi bilan nechi pul mana shu? Qafasi bilan 550 ming mash jup. Jupmi bilan narmodami? Narmoda. Narmoda ekan. Jup ekan, qafasi bilan 550 ming so'm ekan. Qafasi o'zi nechi pul? Qafasi 150 ming, kakliga 200 mingdan 400 ming. Hisob. Nomeringizni ayting. 99 lik kodi bilan 612 612 10 1011. Adres qayerda? Oromgoh. Namangan shahar Oromgohdagi. Aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, mana kabeldan qilinganmi? Ichki kabeli bormi? Ha, ilmli. Ilmli kabeli bor, bu lekin chiroqli chiqdi. Bitlamaydi kakli. Bitlama, Xudo xohlasa. Tagi g'alabir ekan. Aloqaga chiqaverasizlar, Xudo xohlasa. Nomerlarni qoldirib qo'yib, ya'ni bu yerdan xuddi shunaqa. Yetarli o'zi. Bozorimiz ancha bedanalarga to'lishgan, Xudo xohlasa. To'lib turibdi, postoyanniy. Chunki ko'pchilik qiziqib qoldi, olib o'tibdi. Mana tashqaridan mana sayrab o'tibdi, birda Xudo xohlasa. Bu yerdagidan bitta narxlarni bilamiz, Xudo xohlasa. Aka, xo'rma. Charchamay turibsizmi? Narxlarni pullar bilan sayroq nechtada? Podxota. 400 ming. 400 ming nechta bor unda? 6 tagacha bor. 6 podxot orqa sayraveradi. 400 ming so'm narx aytilyapti mana shu birinchidagina manda. Xo'p, 2-3larcha bag'lar. Nech pul bu? Nechta davlaniki? 5 taga yaqinlashib qoldi. Bular necha yillik? 1 yashar. O'tgan yilgi ekan deyman. Yaxshi, agar 4 ta 5 ta bo'lsa yaxshi olib kelyapti ekan. Eng oxirdagilarcha. Oxirdagi sayrab turibdi ana. 300 ming so'm ekan. 300 ming so'm bo'libdi ular. Hop, pastdagilarcha. Sotildi 300 mingga. Bitta ko'rsa bo'ladimi? Hop, 300 mingga berilgan, sotilgan variantda. Aytgan bo'lsang sayroqqa harakat. Sayroqqa harakat. Hop, bular necha oyliklar? Bu ham mana shunaqa. 1 yillik. Kuzgi jo'ja, o'zingizga kelgan. Xudo xolasa. Hop, nomerlarni qoldirib ketaman. Postoyanniy bo'ladimi? Postoyanniy bo'lar ekan, aloqaga chiqaverasizlar. Birinchi 400 ming degani sayrab o'tibdi. Hop, qovoqlar bilan o'sha narx ichida ketadi-da bular. Komplekt. Nomeringiz necha? 90 231 2949. Adres qayerda? Marg'ilon. Akamiz Marg'ilondan kelibdi. Marg'ilonlik obunachilar doim menga telefon qilasizlar. Mana Uzineda bor ekan. Uzinega ham aloqaga chiqinglar. Qush hadeb ag'dan aqa qiynalmasa Uzineda mana tayyor bor ekan. Telefon qilasizlar menga. Kerak deb. Mana tayyor Uzineda. Bozoringlarni bersa, charchamani. Xo'p. Hurmatli obunachilar, xo'p, Popugay bozori chiqdi. Inshaalloh, bag'da shu bozor abdani chiqdi. Mana nima deydi? Bedana bozor abdani bo'ldi. Endi Kanariyaka bozoridan bitta chiqazamiz. Shu joyda videoni yakunlaymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Obuna bo'lish esdan chiqmasin, hurmatli obunachilar, yangi kelgan mehmonlar, chunki 90% odam bizni obuna bo'lmasdan ko'rar ekan. Prosmotrlarimiz normalniy, lekin obuna yo'q. Obuna qo'ying, obuna bo'lish tekin-ku. Xudo xolasa, sizlardan hech nima ketmaydi-ku. Enjinini sog' bo'linglar, podpishka qilavering-a. Videoni o'rtasida reklama chiqmayapti aka. Tabiiy, jivoy bozordan bo'lyapti. Nafsoniyatga tegadigan gap so'zlar bo'lmayapti aka. Bitta podpiskani shuna bosib qo'ying-a. Sizlardan hech nima ketmaydi inshaalloh. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, barakasini bersin. Charchamani shu joygacha ko'rganingizga rozi bo'linglar. Mehnatga biz rozimiz.